Bo'pti, oyim ketdim. Shoshmang. Ro'zg'or qilib kelish kerak. Uyda hech narsa ham qolmadi. Bozorga borib kelasanmi? Kartezga pul tashlab boraman, o'zingiz olib keling. Menga qara. Yana kechasi uxlamadingmi? Yana kompyuter o'yinlarini o'ynagansan-a? Necha marta aytdim shu bekorchi o'yinlaringni qo'ygin deb. Rahmatjon, bolam. Agar kechasi uxlaganimda bozorga o'sha pulim yo'q edi. Sizda bosh miya saratoni aniqlangan. Bunaqa operatsiya faqat Germaniyada qilinadi. Taxminan $100,000 kerak. Operatsiyasiz Ahvol juda og'ir. 90 kun vaqtingiz bor. $100,000. Matematikada bunaqa sonlarni faqat o'quvchilarimga o'rgataman. Lekin aynan mana shunaqa raqamlarni deb o'lib ketaman deb hech o'ylamagandim. Sizda bosh miya saratoni aniqlangan. Taxminan $100,000 kerak. Men senga $1000. Bo'larkan-ku. Qara, dars qilyapti, katta xoling uyda o'tiribsan. Jim o'tirgin. Uzr ustoz, yo'q joydan $1000 kelib qolsa shunaqa bo'lar ekanda. Bugun nima? Oylik tushgan. Chelsea bugun 4 ta gol uradigan-ku. Bu matematika emas, tavakkal biznes bu. Hey, daftarlaring onlaring hammang. To'xta. Uzr so'radim ustoz. Ana telefoningdagi narsani ko'rsat menga. Ta'bir tushunmaysiz, nima qilasiz ustoz? Bu algoritm u. Qara, hozir buni foizi 2,5 bo'lib qoladi. To'p. Qo'y, topdingiz lekin. Qara, lekin sen bunga emas. Bunga tikkan. Chunki sana bular foizi bilan manipulyatsiya qilishmoqchi. Shuning uchun o'yinning oxirida bunga tikasan. Yutqizsamchi? Yutqizsang, men beraman. Nomla topdingiz. Mayli. Bugun senga xohlagan kiyimingni olib beraman. Ты чё, реально? Qadimgi restoranimiz bor-ku. Ага. O'sha yerda ovqatlanamiz. Все, тогда uyga boraman, ishlarim hal qilib перезвоню тебе, хорошо? Давай. Telefon qilishga sen chiqmasin. Окей. Menga qara, Rahmatjon, seni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Men buni musiqasini sketchat qilmoqchiman, lekin obuna bo'lgin deyapti. Nima qilish kerak? Shu botni ham ishlatasizmi, ustoz? Mana eng yaxshi bot so'ng fast bot. Ijtimoiy tarmoqdagi xohlagan videongizni silkasini olasiz, shuni tashlaysiz. Bot mana muzikasi ham, videosi ham качественный. Zo'r. Esingizdan chiqarmang. So'ng fast bot. Lekin bu bitta bahona edi-da. Rahmatjon, senga bitta taklifim bor. Qanaqa? Birga ishlaymiz.